Hammaga salom qutlamoqchilar. Men sizlar bilan yana Enderboy. Yaxshimisizlar? Zo'rlar charchaysizlar. Xullas, bugun Minecraft Bedrock editoni uchun, Bedrock versiyasi uchun top 6 ta modlarni obzor qilib ko'rib chiqamiz. Modlar Telegram kanalimda. Xo'sh, birinchi mod atrofimda ko'rib turganingizdek parazitlar. Demak, birinchi modimiz parazit modi. Xullas, mod obzorimizni boshladik. Xo'sh, biz boshladik. Mana bu parazit qanaligini bilmayman, lekin bu parazit bu. Har xil parazitlar, qo'rqinchli va elementar desa, mana shunday g'alati, ajoyib narsalar ishlatib ko'ramiz va bu yerda esa har xil qilichlar bilan qamshatib ko'ramiz. Bu nima? This in code for 30 sekundga bir balo qilyapti. Operatsiya. Xo'sh, men tushunmadim. Suyuqlik hech bo'la qo'ygani yo'q. Xo'p, mana bu yerda esa fonar ishlaydi. Hoppa, bu kechqurun yoritadi ham. Har xil kiyimlar, mana shunday kiyim va qilichlar bo'yatganimdek. Juda ko'p urinli qilichlar bor. Hoppa. Lekin jon juda ham ko'p ekan, mana. Tez bo'lamiz. Vaqtimiz oz, harchadan ko'p modlarni obzor qilishimiz kerak va bu yerda esa mana shunday bunker qurish uchun ajoyib bo'lgan bloklar. Bu yerda videolar, zombi apokalipsis yoki parazitlar olsangiz bo'ladi. Va bu yerda mana bunaqa narsa bor. Bu jonini oladi hozir ham. Mana bu jonini olyapti. Deb radioaktiv bloklar har xil va juda ko'plab parazitlar. Xo'sh, ulardan olamiz har xil parazitlar. Mana bu zaharlangan qishloqi. Xo'sh, lazim. Bu olim qishloqi. Artifact Dreget yozdi. Bu esa aniq maxsus kiygan ularga qaroqchi bu esa usta. Bu yerdan hali qurilish bloklarni sotsa bo'ladi. Va biz keyingi modga o'tamiz. Qani ketdi u. Xo'sh, bizning keyingi kerakli modimiz bu seriallar uchun juda ham yaxshi, foydali mod, obunachilar. Xo'sh, bu mod bizga mana shunday telefon pullarni beradi. Bu modni o'zbeklar ishlab chiqargan. O'zbeklar biz ham modlar ishlab chiqaryapmiz. Qanday ajoyib. O'zbekiston mana bu 1000 so'mtalik o'xshabdi, lekin bu 5000 so'mlik, yana yashilligidan tanib olsangiz bo'ladi. Bu 100 so'mlik, hozirda bu pullar muomalada yo'q. Bu 500 so'mlik, bu ham. Bu esa 10 000 so'mlik. Buni ishlasak bo'ladi. Ular only vashi zo'r o'xshabdi. Bu 100 000 so'mlik. Bu esa 200 so'mlik. Va bizda juda ham ko'plab har xil telefonlar. Bu karta, telefon, planshet istaganingizdan mana bu esa YouTuberlar ishlatadigan telefon bu. Eng yoqqan telefon menga mana shu telefon yoqdi. Bu planshet iPhone bu telefon ekan. Plastik kartalar. Xo'sh, savdolasizlar, videolar uchun juda ham zo'r mod bu. Shunday zo'r modlar bor menda hali yana 4 ta qoldi obunachilar. Hozir yana obunachilar modlarni obzor qilishda davom etamiz. Barcha modlarim Telegram kanalimda. Oxirida shu Telegram kanalni qanday topishni o'rgataman obunachilar. Oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Obunachilar, bu mod seriallar uchun juda ham foydali bo'lgan. Videolar uchun foydali bo'lgan. Bu topinglar, bu NPC modi. Juda ham zo'r, ajoyib, g'aroyib NPClar. Hozir men sizlarga bularni barchasini ko'rsataman. Bu modlar ham bari Bedrock editoni uchun 2025-yil olinyapti. Mana bu shlyapa kiygan, bu oqmilla va tepasida jinnicha rasm bo'lgan bratishka. Bu esa bu bola, bu zo'r bola bu. Oppoq kiyimli zo'r bola xullas. Bu esa Nike, ko'k Nike. Sizga qanday firma yoqadi? Adidas yoki Nike? Bu esa qiz bola, bizga qiz bola kerak emas, lekin bu esa biyon qiz bola, voy, rangli narsa bor ekan, kerak emas bizga bu. Xo'sh, bu esa mana shunday pandalipda bola, gamer bola. Gamer do'stlarim bo'lsa, shu NPC'ni ishlatsalaring bo'ladi. Bu esa hacker. Sochib turib, men seni videolaringni bunaqaga internetga joylab yuboraman deb do'b bo'lsalar qilsa bo'ladi. Shuna videolar olsangiz bo'ladi. Esa mana bunaqa chala Superman. O'zi Superman desa olgan. Bu noob ga o'xshar ekan, lekin
Bunda rangli narsa bor ekan. Voy. LGBT yaramas. Bizga nima qilajak oramizda joy yo'q, o'g'lonachilar. Xo'sh, biz birinchi qatorda ham ko'rib chiqdik. Keyingi qatorda ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu esa mana shunday ajoyib bola, lekin bu bunga qanday tarbiyachi bilmadim, lekin maska taqib olibdi. Seryozni bolaga o'xshayapti, lekin bu esa o'zimiz oddiygina Stiv. Xo'sh, bu esa ana chala Superman. Bu esa mana shunaqa ajoyib bo'lgan, bir taraf olov, bir tarafi suv bo'lgan bitta bola bu. Bu esa Adidas, ajoyib ishlangan. Bu esa doktor. Doktor kelib turib, qanaqa zombi apokalips bo'lsa, doktor menga nima bo'lyapti? Meni chilib olishdi deb meni tuzalmayman deb shunaqa qiladi. Xullas, videolosiz bo'ladi. Mana shu esa g'alati qiz, ani pijama kiygan. Ozuqalarni hozir o'rnida rangli narsa bor ekan. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsalaring, unda rangli narsa bor ekan, kerak emas rangli narsalar. Xo'sh, bu esa oddiy bola, bu ham ajoyib. Bu esa politsiyachi Stiv. Xo'sh, endi keyingi qatorga o'tamiz. Va mana atga 3 dona xullas. Mana bu esa ajoyib g'aroyib gamer bola. Ajoyib g'aroyib gamer bola bo'layotganimdek. Mana bu esa politsiyachi, faqat bu boshqacha politsiyachi. Bu esa ko'chani qizi, bu bizga ko'chani qizi kerak emas. Mana endi modi ham tugadi. O'sha bunachilar, bu mod topinglar, chiqanday mod. Xo'sh, men o'ylab qoldim. Har bir modda, har bir top 3lik, 5lik, 6lik yoki 10 talik modlarda albatta mashina modi bo'lishi kerak. Shuning uchun men ham mashina modini qo'shishga qaror qildim. Mana ajoyib. Mana yana. Mana yetmaganiga mana yana desertga bunisi ham bor. Kerak bo'lsa bunisi ham bor. Bu mod juda ham zo'r ishlangan mod, faqat bitta yomon tarafi. Buni qorasi yo'q, xolos, qorasi yo'q ekan. Keyin xuddi haqiqiy modlarda shunday o'tirib bo'lasiz, lekin bu modda eshigini yopasiz, ochasiz, shunaqa gaplari ham bor. Hozir ochildi. Mana o'tirdim. Mazza qilib haydayapman. Juda chiroyli ishlangan mashinalar. Tushdiga endi eshigini yopish kerak. Endi yozuv chiqadi. Drive degan yozuv chiqyapti. Pastga o'tiramiz. Close door chiqyapti. O'shani bosamiz va eshigi yopildi. Tamom. Juda ham ajoyib bo'lgan jiplarni beri seriallar juda ham zo'r. Do'stim, qara, men yangi mashina oldim deb maqtansalaring bo'ladi. Va shu zo'r mod bu. Bemalol ishlasalaring bo'ladi. Va biz keyingi modga o'tamiz. Keyingi mod mebel modi. Xo'sh, mana atiga shular xolos masalaring aslo adashasizlar. Bu yerda mana shuncha mebellar va dadam va bularda ajoyib qulaylik taraflari shundaki, bular ishlaydi. Hoppa, yaxshi. Xo'sh, hop, ochilmadi. Mana va yana mana. Hop, bo'lib qanchalik chiroyli ochilishini ko'ringlar bo'ladi. Vashshe zo'r bular. Xo'sh, bu ham hattoki bu ham. Lekin afsuski bu ishlamaydi. O'tirasiz. Hatto bunda yursa ham bo'ladi hattoki. Kaypa. Vashshe maza qilasizlar modda, albatta. Stop. Kresla qani? Mayli, e'tibor bermaymiz-da. Juda ham zo'r zamonaviy mebellar. Mayli, biz keyingi modga o'tamiz. Qani ketu. Xo'sh, biz videomizni eksklyuziv sahnasiga ham yetib keldik. Xo'sh,
Bu mod albatta qurol mod hech qaysi mod bu modli videolarda albatta qurol modi bo'ladi. Har bittasi qurol modi bo'lishi kerak. Va mana ular. Istagan qurolingizdan topasiz. Boshqa modlardan farqli o'laroq bularda nima desam bo'ladi? Xo'sh, katta bular harbiy kiyimlar ham bor. Keyin ko'rsataman. Portlash epikligini qarang. Oppa. Bundoq olib ketyapti va chaqnayapti, tutun chiqyapti. Hop, akim hozir mana qo'ydi otamiz. Oppa. Avtomat to'xta, yerlar ham qolyapti va avimda nimani otsak bo'ladi avimda. Oppa. O'tiramiz va mo'ljal. Headshot. Bu to'pponcha. Oppa, bitta to'xta dedi mana. Oppa. Hop. Pastda o'qlardi va mana blokon yo'qdi. Va mina. Qo'yasizlar va ustiga bosib bam qiladi. Lekin hech qanday blok maydalanadi. Bam. Hoppa. Va bu mod qurol va kiyimlardan tashqari mana bunday bloklarni beradi sizlarga. Mana shunday. Bu bloklar mana bu yerda. Hoppa. Bu hali tanklarga o'tkazmaydi. Tanklarga qarshi qo'yadigan panjara, mana shu qum qoplar, janglar, ikkinchi xorish qilsangiz bo'ladi. Xullas mazza mod bu ham va endi kiyimlarni ham kiyib ko'ramiz. Xo'sh, men kiyimlarni ham kiyib ko'raman. Bu tungi ko'radigan ko'zoynak. Ko'rgansizlar, mana hozir qorong'i qilaman. Hoppa. Faqat hozir ishlamayapti chunki unda hali oddiy o'ynaydigan rejimda bo'lsangiz ishlaydi olmali emasligim. Bu esa kaska, mana shunday ajoyib turibdi. Hozir kiyimlarni kiyib ko'raman. Mana bu qo'limda turgan kiyimni yomon tarafi u sizni sekinlashtirib qo'yadi. Mana shunday qilib biroz sekin yurasiz. Nimchani ham kiyib ko'raman. Hop, mana buni va mana buni. Ajoyib, to'g'rimi? Va buni almashtiramiz va buni ham almashtiraman. Menimcha shu ham zo'r. Bu nezir kiyimlardan ancha kuchli bu kiyimlar. Va mutavzorimiz tugadi deyishga shoshilmaymiz. Hali Telegram kanal topishni ham o'rgataman. Qani ketdi unda. Hop, buning uchun Telegramga kiramiz. Va qidiruvga kirib, kattalashtirib Enderboy mods deb yozamiz. Hozir nima emas ekan? uzb mods deb yozamiz. Xato yozib qo'ydim. Mana. Hozirdan so'ng mana shu kanal kelib chiqadi. Xo'sh, shunda keyin mana bu yerda turibdi. Mana shu kanalga kirib turib, mana sizga qancha mod kerak? Boshqasiga kirib ketdim. Qana mana topdim, mana Enderboy uzb. Shuncha modlar tashab turaman. Mana shuncha mod bu yerda xohlaganingizdan tanlab ishlatishingiz mumkin, obunachilar. Bunday ajoyib modlar. Bu yerdagi albatta videoda ishlatilgan modlarni tashlab qo'yaman. Hammaga xayr.
Meni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Layka bunday esingizdan chiqmasin. Shuncha qiyam mehnat qadrlagan holda. Bu sizcha arzimagan ish, lekin men uchun bu juda ham katta qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Hammaga xayr.